بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله تعالى fazli va marhamati bilan Alloh taoloning go'zal ismlari fiqhining navbatdagi Alloh taoloning go'zal va muqaddas bo'lgan Al-Quddus, As-Subbuh degan ismlarining ma'nolari to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki: "Amma ismuhu tabaraka va ta'ala Al-Quddus faqad warada fil Qur'ani marratayn. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس." Alloh subhanahu va taoloning Al-Quddus degan ismi Qur'onning ikkita yerida zikr qilinadi, keladi. Alloh subhanahu va taolo aytgandek, u Alloh, undan haq o'zga iloh yo'q bo'lgan Alloh Malikdir, Al-Malikdir, Al-Quddusdir deb turib, Hashr surasining 23-oyatda aytadi. Va qala ta'ala: "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim." Juma surasining 1-oyatida Alloh taolo aytadiki, osmonlar va yerdagi narsalarni barisi Alloh uchun tasbih aytadilar. Al-Malik, Al-Quddus bo'lgan, Al-Aziz bo'lgan, Al-Hakim bo'lgan Alloh uchun ular tasbih aytadilar deb turib, Juma surasining 1-oyatida Alloh taolo zikr qiladi. وأما السبوح فقد ورد في السنة وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي السبوح قدوس الرب الملائكة والروح. أما الله سبحانه وتعالى As-Subbuh degan ismi Imom Muslimning rivoyatida kelgan, Oysha roziyallohu anhoda kelgan hadisda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida, hadislarida keladi. Oysha roziyallohu anha aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukularida Subbuhun quddusur robbul malaikati var ruh deb aytardilar dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo u Subbuhdir, Quddusdir va yana ruh, Jibril va farishtalarni Robbisi bo'lgan deb turib, Alloh taolo uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajdada, rukuda ligi paytda maqtardilar. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z rukusida Alloh subhanahu va taoloni muqaddaslab va yana poklashlikni bir kalima bilan jamlagan ekan. Go'yo Alloh subhanahu va taoloni farishtalar o'z gaplarida, kalimalarida jamlaganini singari. Farishtalar ham Alloh subhanahu va taologa biz seni poklaymiz va yana muqaddaslaymiz deb turib aytadilar. U haqida Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadiki: "Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak." Farishtalar Alloh taologa aytadiki, biz seni ey Robbimiz nuqaddisu lak, muqaddaslaymiz va yana o'z hamding ila va yana tasbih aytamiz senga deb turib farishtalar aytishardi. Ya'ni tasbih va taqdisni, muqaddaslik, poklashlikni va muqaddaslashlikni farishtalar bir kalimada jamlagandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukuda Alloh taolo shunday maqtab jamlagan holatda muqaddaslash va yana Alloh taoloni poklash, tasbih aytishlikla jamlardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu sunnatdan shuki, rukuda musulmon odam rukuda Subhana robbiyal azim deb 3 marta aytgach, orqasidan Subbuhun quddusur robbul malaikati var ruh deyishlik sunnat bo'ladi bu. Bu nima degani desa, Subbuhun quddus, Robbim o'tayam pokdir. Subbuh degan Alloh taoloni poklashlik. Subbuh degan o'tayam pokdir. Quddus degan o'tayam muqaddasdir. Kim u desa, Robbul malaika, malaikalarni, farishtalarni Robbisi va ruh va yana Jibrilni Robbisi bo'lgan Alloh pokdir va muqaddasdir degan kalimadir bu. Mana bu sunnatdan bo'ladi. والسبوح القدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب. Alloh subhanahu va taoloning Subbuh va Quddus degan ismlari ulug' bo'lgan, juda ham va yana mukarram bo'lgan ismlardandir. Ular shu narsaga dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taoloni nuqsonliklardan va yana ayblardan, kamchiliklardan poklashlikni anglatadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning ismi. Alloh subhanahu va taoloni mana bu ikki ismi
poklaydi. Nimadan poklaydi desa, kamchiliklardan. Qanday kamchiliklardan desa, esdan chiqarib qo'yishlik, charchashlik, va yana ojizlik, va yana uyqu, va yana o'lim bo'lgan kamchilik sifatlaridan Alloh subhanahu va taoloni mana bu ikki ism poklaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bunday narsalardan pokda. Alloh subhanahu va taolo hech qachon charchamaydi. Alloh subhanahu va taolo hech qachon o'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hech qachon unutib qo'ymaydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo va ma kana robbuka nasiya deyapti. Sizning Robbingiz ey Muhammad alayhisalom hech qachon unutmaydi. Unutadigan zot bo'lmadi. Ya'ni unutadigan bo'lmadi turib Alloh subhanahu va taolo o'zidan unutishlik sifatini, nuqsonlik sifatini Alloh taolo poklayapti. Endi oyat bor bu yoqda. Nasulloha fanasiyahum. Nasulloha fanasiyahum. Munofiqlarni Alloh taolo Tavba surasida vasf qilayotgan paytda, ularni sifatlayotgan paytda, ular Allohni unutdilar va Alloh ham ularni unutdilar deyapti. Nasulloha fanasiyahum. Albatta ular Allohni unutdilar munofiqlar va Alloh ham ularni unutib yubordi degan oyat bilan Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda unutishlik bo'lgan nuqsonlik bo'lgan sifatni o'zidan poklayapti. Buni qanday jamlaymiz desa, biz aytamizki, Alloh subhanahu va taolo hech qachon unutmaydi. Ya'ni insonlarning qilayotgan ishlaridan Alloh taolo hech qachon beparvo bo'lmaydi. Hammasini Alloh taolo bilib turadi. Va Alloh taolo hech qachon unutmaydi, esdan chiqarib qo'ymaydi. Lekin bu yerda munofiqlarni Alloh taolo unutib qo'ydi deganini qanday tushunamiz desa, buni biz shunday tushunamizki, Alloh subhanahu va taolo ularga iqoban unutib qo'ydi degani ularni chekanda tashlab qo'ydi. Ularga rahmatini Alloh subhanahu va taolo rahmatidan ularni noumid yoki bebahra qilib qo'ydi ularni. Alloh subhanahu va taolo ularni mazammatlab qo'ydi shunday. Alloh ularni unutdi degani Alloh subhanahu va taolo ularni do'st tutmay qo'ydi, ularni tashlab qo'ydi degan narsa tushunadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hech qachon unutmaydi. Alloh subhanahu va taolo hech qachon unutmaydi. Va yana Alloh subhanahu va taolo hech qachon g'aflatda qolmaydi. Mana shunday sifatlardan Alloh subhanahu va taoloni poklashlikni anglatadigan ismlar ikki ism bu Subbuh va Quddus degan Alloh taoloning ikki ismidir. Maxluqlar, insonlar va jinlar bo'lmasin, nimaiki maxluq bo'lmasin, qaysiki maxluq bo'lmasin, qanday martabaga, qanday sharafga va qanday qudratga yetmasin, biroq mana bu qudratli bo'lishligi, mana bu ilmli bo'lishligi, mana bu rivojlangan bo'lishligi, mana bu yetukli bo'lishligi bu o'ziga loyiq deb bilinadi va Alloh taologa hech qanday bir masalada, hech qanday bir o'rinda o'xshashlik bo'lmaydi va bu bo'lishligi mumkin ham emas. Mana shu narsani Alloh taoloning Subbuh va Quddus degan ismlari poklaydi. Maxluqotlar qanchalik kuchli bo'lmasin, qanchalik qudratlarga ega bo'lmasin, ammo Alloh taologa hargiz ular o'xshay olmaydi. Mana shu o'xshab qolishlikdan poklaydi Subbuh va Quddus bo'lgan sifatlari. Biz insonlar yoki davlatlar yoki xaloiqlar qanchalik kuchaymasin, kuchlarga to'lmasin va zakovatli bo'lmasin va qanchalik ularni imkoniyatlari ko'paymasin, kuchaymasin, qanchalik ularning ilmlari, qanchalik ularning jihozlari oldinga qarab yurmasin, ammo Alloh taologa hargiz ular yetisha olmaydi. Hech qaysi bir masalada, hech qaysi bir bobda. Ular hech qachon Alloh taologa o'xshasha olmaydi. Chunki ularni فهو الذي خلق فيها العقول chunki ularni aqllarini yaratgan Allohdir. والسمع والابصار ularni eshitadigan quloqlarini va ko'radigan ko'zlarini والقوة الظاهرة والباطنة va ularni tashqi va ichki kuchlarini hammasini yaratgan bu Alloh bo'ladi. Ular hech qachon Allohga teng bo'la olmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo deydi: "Fala takhafuhum wa khafun." Ulardan hech ham qo'rqmanglar, mendangina qo'rqinglar. Fala takhshawhum wakhshawun. Ulardan hech ham qo'rqmanglar, ulardan hech ham qo'rqib ularni ulug'lab yormanglar, mendangina qo'rqmanglar, menigina ulug'langlar deb Alloh taolo ko'p aytadi. Va huvallazi 'allamaha va alhamaha va ularga ilm bergan va ularga ilhom bergan, mana shu narsalarga yetishligiga ularga imkoniyat bergan bu kim bo'ladi? Alloh bo'ladi. Maxluqotlar qanchalik ular kuchayishmasin, qanchalik ular rivojlanishmasin, ammo ular hech qachon Alloh taologa teng bo'la olmaydi. Mana bu Alloh taoloning Subbuh va Quddus degan ism sifatlari ularni o'xshab qolishligidan Alloh taoloni poklab turadi doimo. Alloh taolo ularni o'xshab qolishligidan, ularni tenglashib qolishligidan Alloh taolo pokdir va muqaddasdir. Subbuhun Quddus deganda mana shu narsani tushunish kerak. Muhabbat borasida ham inson nimaniki oshni sevib yormasin, oshni yaxshi ko'ra olmasin, lekin Alloh taologa
loyiq bo'la olmaydi, u yaxshi ko'rayotgan narsasi teng bo'la olmaydi. Chunki uni qalbiga solayotgan, muhabbat solayotgan, sevdirayotgan zot u Allohdir. Uni qalbidagi muhabbatni yaratuvchisi ham, uni sevayotgan, sevilayotgan mahbubini yaratuvchisi ham Allohdir. Alloh taoloni sevganliqa sevib qolishidan Alloh taolo qaytaradi. Buni Alloh taolo shirk deb turib, Alloh taologa nid o'xshashlik qiluvchilar deb turib Alloh taolo Qur'onda mazammatlaydi. Chunki Alloh taolo nima deydi Qur'onda? "Va minan nasi man yattaxidu andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Insonlarning ichida shunday Allohga o'xshashlik qiladiganlar borki, ular maxluqlarni Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radilar turib mazammatlaydi. Har bir ishda, har bir ibodatning turida Alloh taologa mumathala yoki mushobaha qilib qo'yishlik bu Alloh taoloning subbuh, pok va quddus, muqaddas degan ismiga ziddiyatlik bildiradi insonning qalbida. Shuning uchun inson Alloh taoloni subbuh, o'ta ham pok deb bilar ekan, quddus, o'ta ham muqaddas, ayb va nuqsonlardan, o'xshab qolishliklardan muqaddas va yana pok deb bilar ekan, demak u insonga vojib bo'ladiki va taqozo qiladiki, mana bu ikki ism bu insonga Alloh taologa hech narsani tenglashtirmaslik, har bir ishda Alloh taoloni birinchi darajali bilishlik, har bir ishda Alloh taoloni yakkayu yagona iloh deb bilishlik u insonga bu narsani mana bu ikki ism taqozo qiladi. Va yana muallif aytadiki: "Va yanbaghi an yu'lama annaha huna أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بالتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب." وإنسانga shu narsani bilishlik lozim bo'ladiki, deyapti muallif. Albatta Alloh subhanahu va taoloning poklashlik, ya'ni tasbih aytishlik unga, ya'ni subbuh deb turib Alloh taoloni doim poklashlik va quddus deb turib Alloh taoloni muqaddaslashlik, Alloh taoloni har bir yomon bo'lganki aybdan poklashlik ila bo'ladi. Ma'a ithbatil mahamid. Alloh taolo o'zini Qur'onda qanday maqtagan bo'lsa, qanday sobit qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'zini Qur'onda yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida Alloh taoloni qanday maqtagan va sifatlagan bo'lsa, ana shundayina inson Robbisini muqaddaslay oladi va yana tasbih ayta oladi, maqtay oladi, poklay oladi. Chunki har bir tasbih aytishlik Alloh taologa, ya'ni Alloh taoloni har bir poklashligi ham, Alloh taoloni har bir muqaddas qilishligi ham bu Alloh taolo maqtayotgan bo'larmi ekan? Chunki Mu'tazila degan bir jamoat bo'lgan, toifa bo'lgan, ular Alloh taoloni maqtaymiz deb turib, ular Qur'on va sunnatdagidek maqtamasdan ular adashib, ular oxiratlarini kuydirib olgan toifa bo'ladi. Ular Alloh taoloni maqtaymiz, insonga o'xshab qolmasin, maxluqqa o'xshab qolmasin deb turib, poklaymiz deb turib, ular Alloh taoloda Qur'onida aytgan oyatlarga qarshi tarzda ular poklab qo'yishadilar. Va natijada ular adashgan firqaga aylanib qoladilar. Alloh taolo o'zi sifatlagan sifatlarni ular inkor qiladilar. Buni nimaga inkor qilyapsizlar desa, buni agar sobit qiladigan, isbot qiladigan bo'lsak biz Alloh taoloni biz maxluqqa o'xshatib qo'yapmiz deb turib, ular aqllariga tayangan holatda ular Alloh taoloni mana shunday ayb va nuqsonlardan poklaymiz deb turib, ammo Alloh taolo o'zi Qur'onda o'zini sifatlagan sifatlardan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlagan sifatlardan ular inkor qilib turib, ularni inkor qilib turib, poklaymiz deb turib, ular adashib qolishadilar. Shuning uchun ham Alloh taoloni kim qanday to'g'ri poklay oladi desa, Alloh taolo Qur'onda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatda Robbisini qanday, Allohni qanday sifatlagan va qanday maqtagan va qanday muqaddaslagan va qanday poklagan bo'lsa, musulmon kishi ana shunday qilibgina Alloh taoloni poklay va muqaddaslay oladi ekan. Shuning uchun ahli sunna va jamoa e'tiqodidagilar Alloh taoloni faqatgina o'zi ko'rsatib bergandek, Alloh taolo qanday maqtagan bo'lsa, ana shunday maqtaydi. Alloh taolo o'zini qanday muqaddaslagan bo'lsa, e'zozlagan bo'lsa va qanday poklagan bo'lsa, ana shundaygina poklab turib, ana shundagina haqiqiy Alloh taoloni poklashlikda poklayotgan bo'ladi. Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taoloni Qur'onda o'rgatgandek qanday poklashlikni, sunnatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgandek Alloh taoloni poklab va yana muqaddaslashlikni. Muttafaqun alayh bo'lgan Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم." Ikki kalima borki, u tilga juda ham yengildir va mezonda tarozini pallasida juda ham og'irdir va Rahmonga, Allohga juda ham bu suyukli bo'lgan kalimalardir deb turib, u ikki kalima shuki: subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Alloh taolo pokdir o'z hamdi ila, ya'ni Allohni poklayman uni hamdi ila va yana Allohni poklayman
ulug' bo'lgan Allohni poklayman degan kalimadir. Mana shu kalimani kimda-kim aytib yuradigan bo'lsa, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim, uni tiliga juda ham yengil va tarozida juda ham og'ir o'tiradi. Ya'ni savob juda ham ko'p yoziladi odamga. Va yana Alloh taologa bu suyukli bo'lgan kalimalardan. Va yana sunnatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatida shuki, doim tongi va tungi zikrlarda, ya'ni quyosh chiqishdan oldin va quyosh botishdan oldin subhanallohi va bihamdihi deb turib 100 martadan aytib yurardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun musulmon kishi sunnatga muvofiq va Robbisiga suyukli bo'lgan kalimalar ila uni poklashlik unga sunnat va mustahab bo'ladi. Alloh taolaga bu yoqadi. Subhanalloh deyishlik, Allohni poklayman deyishlik. Shuning uchun biz musulmonlar doimo rukuda nima deymiz? Subhana robbiyal azim. Ulug' bo'lgan Robbimni poklayman. Sajdada bo'lsa subhana robbiyal a'la, oliy bo'lgan Robbimni poklayman degan bo'ladi. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.